doktor, bu implantlar atigi 5 yil xizmat qiladi xalosmi? Hammasi o'zingizga va qo'ydirgan implantingizga bog'liq bo'ladi. Masalan, budjetli implantlarimiz, bular neobiotech implantlar hisoblanadi. Bular titanium qorishmalardan tashkil topgan bo'ladi. Bitishi ham sal sekinroq hisoblanadi. Shu sabab arzonroq bo'ladi. Bularni taxminiy ishlash muddati 10-15 yilgacha boradi. O'rta segmentli implantlar ham bor. Bular Ostium, Dentium kabi implantlar hisoblanadi. Bularni titanlari tozaroq bo'ladi va bular sizga 15-20 yil xizmat qiladi. Lekin bunaqa implantlarni qo'yayotganda suyak plastikasi обязательно kerak bo'ladi. Tishni olgandan keyin srazu bu implantlarni qo'yib bo'lmaydi. Bizda kelgan premium implantlar bor. Bu implantlarga Megagen, Straumann, Neodent implantlari kiradi. Bu implantlar toza titandan va undan tashqari ularni sostaviga yana kalsiy shimdirilgan bo'ladi. Bularni tishlari agressiv bo'lgani uchun bemalol biza tish olingandan keyin yiringlagan tishlarning holatida ham, suyakli yo'qotilgan joylarga ham bemalol bu implantlarni qo'ysa bo'ladi. Bularni bitish tezligi juda qisqa bo'ladi. 1 oy, 1,5 oydan 3 oygacha bo'ladi va bularni xizmat qilish muddati 20 yildan ortiq hisoblanadi. Yana bitta bu implantlarning muhim tomonlaridan bittasi bular hipoallergenli hisoblanadi. Organizmga hech qanaqa allergiya chaqirmaydi va sizning organizmingiz ularni o'zidek qabul qiladi. Shu 25 yildan boshlab xizmat qiladigan implant nech pul turadi? Aniq bilaman, sizga ham implantlarning narxi qiziq. Bizda bularning hammasi ochiq. Mana Instagram profilimda aktualniyda implant narxi nech pul degan sahifaga kirsangiz, o'sha yerda hammasi batafsil yozilgan. Agarda sizga ham sifatli, og'riqsiz implant xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol Smile Design klinikamizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.